Ko'p odamlarni ko'ryapmiz. Mana bugun Portugaliyadan kelganingizdan keyin birinchi ish kuni qanaqa holatlar, taassurotlar odamlarni kasalligi haqida qisqacha bizlarni ko'rayotgan Instagramdagi obunachilarimizga nima qo'ya olasiz? Chunki sizni juda ham uzoq kutishdi. Hozir umumiy holat pozitivini oladigan bo'lsak, demak men juda ham xursandman. Boshida ko'ringan odamlar hozirgi men borib kelgan bo'lgan period ichida juda katta o'zgarish. Semirayotgan odam ya'ni ximiya xossalari, ximiya обмен веществ deymiz. O'sha holatlar yaxshilashgan, semirib o'zini holatiga, normal holatiga qaytgan. Nabarotiga hali ko'p ves olgan odamlar, ozolmayotgan odamlar ozib juda katta effekt bo'lgan. Bunisidan juda ham xursandman. Yana shuni aytardimki, hali yangi kelayotgan patsientlarimizda o'sha hali muammo davom etayotganlarini ko'rib, tezroq ularga yordam berib, to'g'ri yo'lga qo'yib qo'yish kerak organizmni. Shuning uchun hozir hamma kuch berishimiz kerak. Odamlarga yordam berishimiz kerak, shu tez dorisiz. Lekin xursand qilgan tarafi o'sha ketishimdan oldin ko'rgan patsientimizni hozir kelgunimcha shogirdlarim juda ham yaxshi holatda qilib bunisidan juda ham xursandman. Yana bitta ko'pchilik mendan Instagramdan so'rashadi-da, Portugaliyadagi patsient bilan O'zbekistondagi patsientlarning orasida nima farq bor deb har doim mendan savol berishadi. Tabiiyki men Instagramga o'zim ham javob berib turaman. O'sha paytda o'sha odamlarning savoliga nima deb javob bergan bo'lardingiz? O'zi unaqa juda katta farqi yo'q. Farqi shundaki, ular ko'proq vaqtida oldini olishadi. Farq shunda, katta farq. Demak, kasal paydo bo'lsa, sразу murojaat qilishadi. Qaqqadir borib o'shanga javob topmaguncha to'xtashmaydi, o'shanga javob topguncha qidirib, izlanib, o'shani shifosini izlab topib qilishadi. Farqi shunda. Bizada o'tkazib yuborib, juda ham og'ir holat kelgandek yurg'izmay qo'ygandek keyin murojaat qilamiz. Bu juda ham katta xato. Yana eng og'riqli jihati nimada? Hamma ukol dorilarni qilgan, hamma doktorga borgan, eng oxirgi bo'lib kelganlaridan keyin bu yerda ham nima deydi, yaxshi bo'lmayman degan fikr bor. Yo'q, hech qanaqa unaqa bo'lmaydi. Xudo xolasa yaxshi bo'lasizlar. Fikrni to'g'rilab olinglar, niyatni to'g'ri qilib olinglar. Xudo xolasa bizni xizmatinglardamiz. Suvatilla Karimov, Rahmatilla Karimov. Har doim pozitiv bo'lishimiz kerak. Pozitiv o'ylasak, har doim o'sha materializatsiya qiladi.